Assalomu alaykum. Kecha Postfaktumuz Telegram kanalida e'lon qilingan post ko'plab o'quvchilarimizda savol va mulohazalarga sabab bo'ldi. Unda O'zbekiston bo'yicha maktabni oltin va kumush medal bilan tamomlagan bitiruvchilar soni haqida rasmiy statistika keltirilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2024-2025 o'quv yili yakunida 11566 nafar o'quvchi oltin, 2475 nafar esa kumush medal bilan taqdirlangan, ya'ni umumiy hisobda 14041 nafar bitiruvchi faxriy medal olgan. Ammo bu statistikaga qarshi hayotiy savollar haligacha ochiqligicha qolmoqda. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida yashovchi Sherzod Eshonqulov ushbu tizimdagi nohaqliklar yuzasidan kanalimizga murojaat yo'lladi. Uning qizi Mirsaidova Gulsanam barcha fanlardan a'lo baho olib, tumandagi 10-maktab rahbariyati tomonidan oltin medalga tavsiya etilgan. Maktabda jami 3 nafar qiz oltin medalga tavsiya qilingan bo'lib, Gulsanam ularning biri edi. Lekin hanuzgacha ularning hech biri medalni qabul qilib olmagan. Shahodatnomalarimda onlayn chiqqan, hammasi 5. Xullas, bizni maktabdan 3 ta qiz oltin medal olindi, oltin medal olasizlar degan xabar bor edi. Keyin kuni 21-iyun kuni bizni viloyatga chaqirtirdi. Yerda sinf rahbari keldi menga aytdiki, viloyat hokimiyatiga soat 5 ga borasizlar, o'sha yerda viloyat hokimi kimdir, o'sha yerda rasmiy oltin medalni sizlarga topshiradi dedi. Xo'p, boramiz dedik. Boyagi narga boradigan o'quvchi qizlar bilan xabarlashdik, ular ham boradigan bo'ldi. Keyin biroz vaqt o'tgandan keyin qoldirildi noma'lum muddatga dedi. Xo'p, biz noma'lum muddatga qoldirilgan bo'lsa, xo'p mayli, keyinroq berilsa kerak deb o'ylagandik, lekin biz endi atrofdan eshitdik, agar deyapti, sizlar chopa-chop qilib orqasidan quvmaslaring oltin medalni ola olmaysizlar deyapti. Hozirgacha na medal topshirilgan, na uning qachon berilishi haqida aniq ma'lumot bor. Bitiruvchilar esa imtihonlarni tamomlab, oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirish jarayonlarini ham yakunlash arafasida. Bu yerga e'lon bo'lib qo'ygan, olishimiz kerak edi, to'g'ri, u bilan qo'shib pul berilmaydi, boshqa berilmaydi. Lekin mana bolalarni kayfiyati uchun ortda davlat imtihonlari turibdi. Motivatsiya uchun kerak endi baribir. Shu bois Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan e'lon qilinayotgan statistikani hayotdagi real holatlar bilan solishtirish va mavjud tafovutlarni ochib berish muhimdir. Sherzod Eshonqulovning hikoyasi shunchaki bir holat emas, balki tizimdagi muammolarga ishora. Postfaktumuz jamoasi esa ushbu masala yuzasidan vazirlikning rasmiy munosabatini kutadi. Agar sizda ham shunga o'xshash muammoli holatlar bo'lsa, kanalimiz bio qismida ko'rsatilgan manzillar orqali murojaat qiling. Zero faol fuqarolik pozitsiyasi muammolarni hal qilish va jamiyat hayotini yengillashtirishdagi eng muhim vositalardan biridir. Salomat bo'ling.